Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını görüyorsunuzlar. Programımız hoş geldinler. Məzkur programımızda bir həftə jarayonida radiomuzda anlatılgan bir qism mühim xəbərlərni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehre. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsilatları bolsun. Uyghur diyarındakı ən çoğ bilim yurtu bolğan Şinjan Universitetinin sabiq müdiri Taşpolat Teyip bölgünçilik cinayeti bilan ayıplanıp keçiktirme ölüm cezasına hüküm kılıngan idi. Xalqara Kechirim Təşkilatı yaqında ciddi bayanat e'lon qilib, mazkur ölüm cezasının sentabr ichida ijro qilinishi mumkinligini bildirdi. Mazkur xabar dunyoga ma'lum bo'lgandan keyin har qaysi cho'ng axborot vositalari bas-bas bilan bu vaqtdagi obzor maqolalarini e'lon qildi. Shuningdek, bir qism xalqarалық tashkilotlar Xitoy raisi Shi Jinpingga imzoliq maktub yo'llab, bu xil qabihlikni to'xtatishga chaqirdi. Xalqaradagi chaqiriqlarda tabiiy fan tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan bir Uyg'ur ziyolisini mushu xilda o'lim jazosiga hukm qilishning o'zi Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik qilayotganligining yana bir tipik isboti deb ko'rsatildi. Ürümçi şəhərlik Cəmaət Xəvfsizliyi İdarəsinin sabiq muavin başlığı Cürət İbrahimning bir neçə ay ilgiri tutqun qılınğanlığı ma'lum bo'ldi. Bəzi inkaslarda onun ma'lum bir haraq sorunda lagerlardagi tutqunlarning umumiy soni haqida gap qilib sağanlığı, shu vaqadan keyin uning davlat maxfiyatligini oshkorlash bilan ayblanganligi tilga ilinadi. Ürümçi şəhərlik Cəmaət Xəvfsizlik İdarəsinin yana bir muavin başlığı Qadir Məhmədmu shuningdan uzun o'tmay tutqun qilingan va ko'yizi kishan bilan lagerga elib ketilgan edi. Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi zo'r tutqunda chet el safariga chiqqan Uyg'urlarni nuqtaliq nishon qilayotganligi yana bir qatim oshkor bo'ldi. Yo'pirg'i noyisi yakshanba bozor kentidagi chet elga chiqqan 46 kishidan 34 nafarining qamoqqa va lagerga mahkum bo'lishi buning bir isbotidir. Türkiye'de o'ltirishli Xalmurat İdris ailesi duch kelgan eg'ir fojiami buni tasdiqlaydi. Uning ayoli Gulzar Salay eg'ir kasal bo'lib qolgan onasini yo'qlash uchun vatanga qaytganda Qarmay oydirmidilla lagerga olib ketilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati chet el bilan aloqasi bo'lgan Uyg'urlarni lagerga qamashni chet eldagi dushman kuchlarining axborot egallashining oldini olish tadbiri qatorida ijro qilmoqda ekan. Xitoy hukumatining Uyg'ur milliy kimligini yo'qotish harakati jarayonida Uyg'ur diyorining har qaysi joylaridagi qadimiy mozorliqlar va qabristonliklarning cheqilayotganligi diqqat qo'zg'amoqda. Yaqinda ma'lum bo'lgan Yakan noyasidagi Do'xan Pasha mozorligining cheqilishi bu joylardagi qabrlarning ko'chirilishi haqidagi uqtirishlarning buning o'zgartish qurilishi nomida ijro bo'layotganligini aytadi. Bu jarayonda shu tavallikdagi masjidlar va qabristonliklarmi cheqib tashlangan. Ma'lum bo'lishicha, bu xildagi cheqish va yo'tkash qurilishi navbatda har qaysi noya va shaharlarda jiddiy davom qilayotgan bo'lib, ba'zilar buni madaniyat qirg'inchiligining bir tipik ifodasi demoqda ekan. Yo'pirg'i noyalik hukumatning bir yurish maxfiy hujjati yaqinda oshkor bo'lgandan keyin Xitoy doiralarining asos qatlamdagi har darajalik o'rinlarda qandaq inchik tadbirlarni ijro qilayotganligi qisman ma'lum bo'ldi. Bu hujjatlarda aytilishicha, noyalik hukumat chiqargan belgilamalarining biri chet eldan kelgan telefonni qat'iy olmaslik. Qolgan taqdirdami hech narsa demaslik haqida ekan. Shuningdek, ishlatilayotganligi 3 yildan oshgan telefon nomerlari birdak yangi ishlab etilgan. Bu hujjatlardagi qo'shimcha mazmunlar bo'lsa, radiomizda berilgan bu vaqtdagi xabarlarning rost ekanligini, shuningdek Xitoy hukumatining xalqning og'zini yepish uchun qaysi darajada paypitak bo'layotganligini bevosita aks ettiradi. Mushu haftada Yevropa parlamenti Xitoy turmusidagi vijdon mahbusi Ilham To'xtini 2019-yillik Sakharov mukofotining nomzodligiga ko'rsatdi. Bu mukofot 1988-yildan buyon kishilik huquq va erkin fikr sohasi bo'yicha tonilgan faoliyatchilarga berilib kelgan ekan. Tunji qitimliq Sakharov mukofoti Janubiy Afrikadagi apartheid irqiy ayrimchiligining tuzumiga qarshi erkinlik jangchisi Nelson Mandelaga berilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu Ilham To'xtining ikkinchi qitim mazkur mukofotga nomzod bo'lishi ekan. Uyg'urlar masalasi xalqaraning kuchli diqqatida bo'layotgan hozirgi vaziyatda Ilham To'xtining mushundaq bir mukofotga nomzod bo'lishini bir qism kishilar favqulodda zo'r ahamiyatga ega deb qaramoqda ekan. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.